Semirib ozgan qizimizda yuzlarida osilishlar bor. Demak, hozir full face muolajani qilamiz va natijani ko'rasizlar. Har yili yangi tendensiya, yangi texnologiya, yangiliklar, yangi dorilar, постоянно yangi kiritish kerakda klientlarga ham, patsientlarga ham, mijozlarga ham ishlaganda. Preparatlarda ham yoshartirish preparatlari yangilanadi, yangi formulalar topishadi, чтобы odamlar ajinsiz, chiroyli, ko'zida yosh bilan. Yo'q, yosh bilan. Yaqinda shunaqa bo'ladimi? Yana apparat shunday kirasiz. O'sha yerda уже chiqasiz, как будто yangi tug'ilgandek ajinsiz chiqasiz deb o'ylayman. Texnologiya shunaqa bo'lyapti-ku hozir. Full face muolajani tugatib oldik. Demak, yuzlariga qochartirib, yaltiratib, terlamaydi yuzlari. Qaranglar qanaqa. Lablari sochniy такой, naturalniy, ko'zlarini qaranglar. Sizda ham shunaqa muammo bo'lsa, semirib ozgan bo'lsangiz, yuzlaringizda osilish bo'lsa, albatta menga murojaat qiling, direktdan va joizi band qiling.